Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Inaksiya magaziniga xolodilniklar kelgan va bugun sizlar bilan birgalikda xolodilniklarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xolodilnik buni firmasi Element firmasidan. Buni bo'yi 1.45. Marhamat mana marazlikasi. Va mana bu esa tagidagi narsalar qo'yadigan joyi. Bu Element firmasidan. Bo'yi 1.45. Ikkinchi xolodilnikimiz bu ham Element. Marhamat buni ham ko'ramiz. Mana bu ichi. Mana bu esa mana marazlikasi. Buni marazlikasi kattalik. Buning bo'yi esa 1.60. Mana uchinchi eng katta xolodilnik Element firmasidan. Bu 1.80 bo'yi. Bularning marazlikasi asosan aslida tagida bo'ladi. Marhamat mana. Va mana bu tagidagi marazlikasi. Keyingi xolodilnikimiz yana bu ham Element firmasidan. Va xuddi shu elementdan oq rangidan. Mana buni ichi. Ko'rinishi. Va mana bu esa marazlikasi. Bular marazlikasi kattaroq. Aziz do'stlar, keyingi xolodilnikimiz mana Kristal firmasidan. Mana buni marazlikasi. Buni bo'yi 1.40. Mana bu marazlikasi. Mana bu esa mana tagi. Xo'p, buni bitta tarafi buni kaliti bor azizlar. Mana bu ko'rishingiz ham mumkin. Misol uchun mana bu kalitini berib sinflab qo'yilsa, ochilmaydi. Mana buni bitta tarafi elementdan farqi kaliti bor. Bu Kristal firmasi. Bundan keyingisi 1.75 bo'yi, bu ham Kristal firmasidan. Mana buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu ichi. Mana bu esa marazlikasi. Marhamat Inaksiya magaziniga tortinmay bemalol kelaveringizlar. Keyingi firmamiz aziz do'stlar bu Artel firmasi. Bu O'zbekistonda chiqariladi. Mana bu marazlikasi. Bu Artel firmalari kam to'pga ham o'zimizga mosda kam to'pga ham ishlaydi. Ichki ko'rinishi. Hop, bunisi ham Artel va bunisi bundan kattaroq. Marhamat buni ishlarni ko'rishlaringiz mumkin. Dizaynlari juda ham ideal. Mana bu marazlikasi. Undan keyingisi aziz do'stlar, Chiq firmasidan. Buni dizayneri boshqacha. Misol uchun mana bu turgan turish sirti stiklo. Bu oynada o'zingiz ko'rasiz. Va mana buni ham Chiq firmasining ichini ko'rsatamiz. Mana marhamat. Ichki holati. Va mana bu esa marazlikasi. Marhamat qilishlaringiz. Va mana bu 7 kilalik mashinka. Avtomat. O'zi yuvib, o'zi quritib, o'zi surib qo'yadiganlar. Bu aziz do'stlar Koreya firmasi. Koreya chiqaradi ya'ni buni. Koreyadan chiqqan 7 kilalik. Va mana tagidagi 7,5 kilalik bu. Yarim kilo bu ko'p. Mana bu ichki ko'rinishi, mana marhamat ko'rishlaringiz mumkin. 10 yillik garantiyasi bor. Bu Elementning pol avtomat mashinkasi. Mana bu ustidan soladigan. Mana marhamat, bu kiyimni sig'adigan joyi. Va mana bu esa kiyimni yuvadigan joyi. 8 kilalik bu. Keyingisi bu ham Element, bu esa 7 kiloligi. Marhamat bilan ko'rishlaringiz mumkin. Kiyimni sig'adigan joyi. Mana bu kiyimni yuvadigan joyi. Marhamat mana bu yerni ham ko'rsatsam, mana bu yerni ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Mana bu esa aziz do'stlar Shivak firmasidan. Mana marhamat buni ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu kiyimni yuvadigan joyi, mana bu esa kiyimni sig'adigan joyi. Marhamat.
Mana bu ham Artel firmasidan. Bu esa 7 kiloligi. Yana ulardan ko'ra kichkinaroq. Mana kiyimni sig'adigan joyi. Inaksiya magazinida mana boilerlarimiz ham bor, azizlar. Bu Artel firmasidan 30 litrlik hisoblanadi. 30 litrlik boiler. Tagidagi esa 50 litrlik. Va mana bu esa Ariston firmasidan 80 litrlik boiler. Marhamat bilan kelingizlar. Juda arzon narxda kelishib olib ketasizlar. Aziz do'stlar, mana Inaksiya magaziniga kelgan tovarlar bilan tanishdik. Kimgaki xolodilnik, boiler, stiralniy mashinka, polavtomat stiralniy mashinka kerak bo'lsa, marhamat bilan kelingizlar. Juda arzon narxda kelishtirib beramiz. Videoga bittadan like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Qaysiki tovar sizga ma'qul bo'lsa, o'shani kommentga yozing. Albatta biz o'sha tovarni sizlar uchun aksiya qilamiz azizlar.